Murojaatnomada o'tirib, ayniqsa muhtaram yurtboshimizni mahallaga hamda mahallaga bog'langan yilda aytganlarida men shunaqangi to'lqinlanib ketdim, g'ururlanib ketdim, shunaqangi maza qildim, ko'zlarimga yosh keldi-da. Shu paytgacha mahallalarga juda katta e'tibor berilgan o'zi. Mahalla tizimini shunaqangi yaratib qo'ydi. Butun dunyo tan olyapti. Yagona tizim. Endi mana keyingi yil mahallani rivojlantirish yili deb aytdilarmi? Endi buni chegarasi yo'q, xursandchiligimmi? Chunki mahallada har bir ishchi mahallani o'zida bo'ladigan deyaptilar. Mahallani o'zida hal bo'ladi endi bundan keyin. Butun rahbarlarning hammasi mahallaga kelib mahallada ishlaydi. Undan tashqari juda xursand bo'ldim, qarang. Oldin bir paytlar mahallalarda har bir anaqada ariq oqardi dedilar. Ekologiyani aytyaptilar. Obod xonadan obod mahalla, obod tizim deyaptilar. Endi keyingi yildan boshlab har bir mahallalarda o'sha eski ariq tizimlari bo'lgan, o'shalarni yana yo'lga qo'yamiz. Bu albatta ekologiya bilan bog'liq. Undan tashqari o'sha xalqim toza havoda yashasin. Xalqim ertaga emas, bugun yaxshi yashasin. Tegida hammasi o'sha xalqni rozi qilish. Endi bu islohotlarni hammasini albatta biz mahalla raislariga ko'p narsa bog'liq dedilar. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, muhtaram yurtdoshimizni yonlarida sadoqat bilan fidoyi bo'lib ishlaydigan bo'lsak, mamlakatimiz bundan da rivojlanadi. Xalq bundan da farovon yashaydi. Undan tashqari yurtboshimiz aytdilarki, mahalla tinch bo'lsa, mahalla obod bo'ladigan bo'lsa, mahalla boy bo'ladigan bo'lsa, jamiyat zo'r bo'ladi dedilar.